Alaysallohu bikafin abda. Alloh o'z bandasiga yetarli emasmi? Alloh sizni g'amlaringizga, muammolaringizga yetmaydimi? Uni qudratini kichik sanaysizmi? Bir eslab ko'ring, hayotingizda boshingizga kelgan og'ir kunlar, shunaqa bir muammolar bo'lganki, bo'ldi, bu yerdan chiqish yo'li yo'q deb o'ylagan kunlaringiz bo'lmaganmi? Shu kunlarda sizga kim yordam bergan? Alloh emasmi? Ibrohim alayhissalomga olovni sovuq qilib bergan Alloh sizga yordam bermaydimi? Bir tafakkur qilib ko'ring bu oyatda. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, Alloh o'z bandasiga yetmaydimi? Yetmaydimi sizga Robbingiz? Robbingizni taniysizmi? Agar Alloh siz bilan bo'lsa, sizni orqangizda yengilmas bitta kuch bor. Agar bir sulton sizga aytsaki, orqangizda men borman. Nima muammoingiz bo'lsa, men orqangizdaman. Men sizga yetaman desa, o'zingizni qanaqa his qilasiz? Qanaqa ishonch bilan, bemalol. Endi bu gapni sizga Alloh aytsa-chi? Hayotingizdagi har qanaqa muammolaringga men yetaman ey bandam. Men yetarliman desa, Alloh yetmaydimi? Siz Allohga suyaning. Chunki u hech sinmaydigan bir ustun. Alloh menga yetadi deyishlik nima degani o'zi? Allohdan boshqasiga ibodat qilmayman. Allohdan boshqasidan so'ramayman. Allohdan boshqasiga yolvormayman. Allohdan boshqasidan qo'rqmayman. Menga u yetadi faqat o'zi deyishlikdir. Va mana shu iymondir. Va mana shu Muhammad sallallohu alayhi va sallam olib kelgan dindir.